Vohliroq shu ishni qilmaganimga afsuslandim. Xitoydan zakaz qilish bunchalik osonligini bilganimda ancha oldin boshlardim. 925 probali kumush 3 tasi menga 32 ming so'mga tushdi desam ishonasizlarmi? Kargolari bilan. Buni kamida bittasi 2 yoki 3 grammdan. Siz ham arzon narxida Pinduoduo programmasidan zakaz qilishni xohlaysiz, lekin qo'rqasiz. Men ham tavakkal qildim. Tovarlarim qo'limga zo'r yetib keldi. Sifatga va asal. Agar siz ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, kursga yoziling. To'liq ma'lumot uchun direktga murojaat qilinglar. Tirnoq manikyur qiladiganlarimizni 4 tasi menga atigi 8 ming so'mga tushdi kargolari bilan. Men o'zimizda buni 15 mingdan donasini olgan edim. Yomg'irli, sovuq havoga etik zakaz qildim. Xuddi rasmdagidek keldi. Birga bir kачество. Narxi bo'lsa 110 mingga tushdi. Bunaqa aytinglar, o'zimizda 200 mingdan kam bo'lmasa kerak. Food blogerlarga eng kerakli narsa telefon postavka menga 30 ming so'mga tushdi.